Juda ko'pchilik tizza bo'g'imlar, suyaklar og'rishidan aziyat chekib kelmoqda. Shunga uy sharoitida bepul maslahat birodarlar. Agar sizda belingizda og'riqlar bo'lsa, tizzalaringizda og'riqlar bo'lsa, revmatizm, artritdan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, ertalab azonda juvozda chiqqan kunjut yog'i, toza tabiiysini topasiz. Hamma joydan topsangiz bo'ladi, hamma bozorlarga bor. Bir osh qoshiq ertalab, bir osh qoshiq kechqurun kunjut yog'idan iste'mol qilsangiz agar artrit, polartrit, revmatizmdan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, suyaklarim mustahkam, baquvvat tursin desangiz, yemirilishni oldini olaman desangiz agar, mana shu toza tabiiy juvozdan chiqqan kunjut yog'ini bir osh qoshiq och qoringa ertalab, bir osh qoshiq kechqurun uxlashdan oldin iste'mol qilsangiz, xudo xolasa, tizzalaringizda og'riq bo'lsa, bellaringizda og'riq bo'lsa, suyaklaringizda og'riq bo'lsa, hammasini oldini olib bartaraf qiladi. Bo'g'imlarni mustahkam qilib beradigan xususiyatga ega. Kitobdan olib aytyapman birodarlar, agar kunjutni o'zini xomili pishmaganini mana shunaqasini bir osh qoshiq ertalab, bir osh qoshiq kechqurun iste'mol qiling. Xudo xolasa suyaklarni mustahkam qilib beradigan xususiyatga ega. Kalsiyga boy birodarlar, eng yaxshisi mana shu. Suyaklarni baquvvat qilib mustahkam qiladigan, suyaklarim yemirilmasin, baquvvat tursin desangiz, kunjut yog'ini iste'mol qiling. Xudo xolasa juda yaxshi yordam beradi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying uy sharoitida.